Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, dinimizda mu'min, musulmon insonlar uchun namoz eng go'zal sifat. Bu Robbimiz Alloh taoloning amri. Bizga farz qilib buyurgan. Janobi Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam as-solatu imaduddin deganlar. Namoz dinning ustuni deganlar. As-solatu burhonul janna deganlar. Namoz Alloh taoloning huzuriga borganda jannatni hujjat deganlar. Qator misollar keltirishligimiz mumkin. Inshaalloh juda ham ko'plarimiz ibodatdamiz, namozdamiz. Lekin namozda tavozzusi bor. Namozda xushusi bor, huzusi bor. Buning uchun biz tarixdan misollar keltirsak, Abdulloh ibn Zubayr mana shunday bir zot bo'lganlarki, namoz o'qiganda shu qadar ta'zim bilan, mana shunday bir xushu ila namoz o'qiganlarki, namozda turganlarda yog'ochni singari qotib o'qiganlar. Hech narsaga e'tibor bermasa Alloh taologa sajda qilib Xudoni poklaganlar. Hatto bir kuni shu Ka'bani oldida namoz o'qiyotganlarda bir manjaloqdan kelgan tosh otilib kelib, ko'ylaklarini teshib o'tib ketganini ham bilmaganlar. Maymun ibn Mehron roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. U men dedilar, Muslim ibn Yassor kabi namoz o'qigan odamni ko'rmaganman deganlar. Bu kishi shunday namoz o'qirdilarki, biron bir namozda qimirlaganini ko'rmaganlar. Hatto bir kuni masjidda namoz o'qiyotganida masjidning devori ag'darilib qulab ketdi. Butun atrofdagi odamlar qochib ketdi. Bu kishi esa namozini buzganlari ham yo'q. Azizlar, biz ham inshaalloh namozlarimizga yana ham bir kuch kiritishimiz, jon kiritishimiz, namozni shu kabi ulug' zotlarni singari ibrat olib, Robbimiz Alloh taologa berilib, xushu va huzu ila ado etishligimizga Alloh taolo musharraf qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.